Assalamu alaikum. Aziz qarindoshlar. Sizlar bilan yuz ko'rishgan men tayin xushalman. Hamda shundaq o'z ana tilimizdagi ilmiy muhokama yig'inida hamda o'zimizning Uyg'ur ziyolilari bilan o'z ana tilimizda shuna muzokara, munoziralar bo'lganligini men tayin faxrlanaman. Hamda bizni shuna fursatga qilgan Uyg'ur akademiyasining uyushtiruvchilariga hamda chin ko'ngildan rahmatlar. Ma'no chiqish kerakmi? Men aslima akademiyaga qatnashish uchun abstraktni avatgan chaqda bu o'qimoqchi bo'lganim aslida shunda tiz bo'g'im yallig'i deydigan narsani genni kontrol qilish orqali davolash deydigan narsani so'zlamoqchi bo'lgandim, ammo vaqt yetishtirib bo'lolmay shuni uyg'urcha qilishga. Bizning shu Yapondimi Tokyoda doktorlikni o'qiyotgan bolalarning o'zimizning bir jurnal klub deymiz, Uyg'urcha mana klubimiz bor. Shu klubda biz Uyg'urcha o'z tilimizda o'zimizning qilayotgan tajribalarimizda bilim almashtirish olib boramiz. Shuningda so'zlagan narsani olib keldim. Bu Prosiyandan B3 deydigan mushu narsaning chashqan tizi bo'g'im yallig'i modeliga nisbatan bo'g'im ko'mirchaklarining buzilishi ham g'ayriy o'rinda suyak o'sgichisining paydo bo'lishining oldini oladi deydigan bir tema qo'yildi. Mana mening natijalarim bilan mushu tema bilan so'zlab o'tmoqchiman. Hamda bundan burun xatlar butunlay o'zgarib ketdimi yo'da kechirsizlar. Oldi bilan suyak bo'g'im yallig'i degan nima deydigandan boshlashim to'g'ri keldi. Suyak bo'g'im yallig'i deydigan narsa mushu rasmlarda ko'rsatilgandek odam badanidagi qizil o'rinlardek nurg'un bo'g'imlar bor ekanda. Bu 360 ga yaqin shuna odam badanida bo'g'im bo'ldi ekan, shu harakatlanib turadigan. Shunda bo'g'imlarning hammasida suyaklar bir-biriga tegishib harakatlanib og'ritmasligi uchun hamda Alloh taolo shu suyakning yuziga bir qavat nayt siliq aynaksimon tancha bir-biriga tegishib og'irmaydigan shunda bir narsani qaplab qo'yapti. Shu narsaga biz Uyg'urcha ko'mirchak deb ism qo'yibdik. Bu bizning Uyg'ur anatomiyasida qo'yilgan ismlar. Demak, shunda 360 ga yaqin bo'g'imlarning ichidagi har qanday yerda shu bo'g'im yallig'i bo'lish ehtimoli bor. Mening qilganim asosan tizidagi bo'g'im yallig'i. Biz taraflar deyiladigan go'njayan desa aytib bilinadigan narsa shu. Demak, mening bugungi so'zlaydiganim birsi go'njayan, yana birsi bayat deyishni unutib qolmay, Prosiyandan B3 deydigan narsa bu uzumdan ajratib olingan narsa bu. Shuningga bu ikkilisi bizning Uyg'ur millatining eng muhim bo'lgan ishlab chiqargan narsalari. Go'njayan deydigan Uyg'urdagi eng keng tarqalgan kasallik. Üzüm deydigan Uyg'urdagi eng dangli yemeklik. Mush ikisining bir-biriga bo'lgan munosabatini so'zlash orqali hamda mush go'njayani davolab chiqmoqchi bo'lyapman-da. Hamda mushunda suyak bo'g'im yallig'i deganimiz hamda bo'g'im ko'mirchaklarining o'zligini o'zgarishi, surkilishi natijasidagi buzilish ham buning ergishib kelgan suyak o'sish qatorliq asta xarakterlik ham tadrij taraqqilab mangdigan bo'g'im kasalligidan iborat. Buni alomatlari hamda harakat qilg'irish, ishish, so'zalmaslik, egalmaslik, put o shakl o'zgarib ketish, barmoqlar ananday qalaymigan bo'lib ketish deydigandek, shu o'tganlarning hammasining cho'nglari ning beshig'i kelayotgan ishlar. Shuna alomatlar bor. Hamda buni bu tizining ichiga shuna tekshiruvchi kamerani ichiga silib tekshirsak, amaliyotda mana sol tarafdagidek normal siliq oq shuna suzuk bo'lish tegishli narsa bu bo'g'im yalli bo'lganda shuna buzilib asir suyakchilarning paydo bo'lib qolganligini bilgili bo'ldi. Deydigan shuna alomatlar. Ma ustidagi ko'rinib turgani bu paqalchoq suyak, ma yot suyak. Astidagisi ma paqalchoq suyak, ma ko'paytish belgisi turgan. Uni o'tirliqdagisi bularning surkilishiga bevosita buzilishini oldini olish uchun shu qo'yib qo'yilgan, shunda bir aynak yermaysimon tancha deydigan narsa. Bu narsani biz yana shu rentgen bilan diagnoz qo'yamiz. Rentgenda ko'yganda odatda shu ko'pincha odatdagi odamlar qarab bu nimada ayrilib turgan yerda deydi bu yani. Mushada shu ko'mirchak deydigan narsa bor. Buning suzukligi bilan shu rentgen shu nur mushada nayt to'sal uchirmay o'talaydi-chu. O'talagandan keyin shuna ishim yo'qdek ko'rinadigan narsa. Amala suyak bo'ldi. Ustidagisi shu yot suyak, paqalchoq suyakda. Shu bo'g'im yallig'i bo'lganda shu orliqlar buzilib, ushaq-tushak mananday suyakchilarning paydo bo'lganligini ko'rib olamiz. Buni operatsiyada ichib ko'rsak, mushadagi bayamqi suzuk aynaksimon tanchaning buzilib asirlik suyaklarning chiqib qolganligini bilamiz. Buningda xatarlik omillar deydiganda
Bunun kelib chiqishi nima uchun, bu qanday o'zgarishlar bilan shunday narsa kasallik paydo bo'lib qoldi deydiganga qartan aytdi, aniq bir tushuncha texi yo'q. Hamda yanala yosh cho'ng yesh bu nayti hamda mushi cho'qim keltirib chiqaryapti hamda hozirgi bizning Uyg'urlar. Ondan keyin semizlik, bu yana shu besim, aşağı tushgan besimning ig'irligi bilan shu bo'g'im yalliq bo'layapti. Hamda oila tarixida bu mashuliq irsiyatdek bo'lgan kasalmish. Yani kasb olaylığı deydiganda, hem şunaylık tantaribiya bilan shug'ullanganlarda bu bo'lganda bu bo'g'imlarni jiq harakatlantirish bilan. Ondan keyin shuna yordamlashlar bilan, ondan keyin shuna muskullarning bo'shab ketishi bilan mishada shuna bo'g'im yallig'i kelib chiqadi ekan. Va jinsal olaylik deganda ayollarda bu nihoyatda keng tarqalgan kasallik. Erlarga qaraganda hozir birasi ikkisi shuna jiq. Hamda bunun tarqalishi nihoyat kam. Yaponiyadan o'zida 20 milliondan ishib ketgan. Amerikada 30 million deydi, 50 million ortiq millatda. Jungoda 50 yoshga chiqqan odamning 4dan 1 bu son yo'q davlat bo'lgandan keyin 4dan 1 qismi zadim shu og'ir kirib turadi deyiliksa. Hamda buni davolashda bu shuna og'riq to'xtatish, yalliq qaytarish deydigandek shuna alomat qarta davolash bo'layotdi. Undan keyin xialuronik kislotasi deydigan odatda hozir ayollar o'sin tuzashga ishlatadigan shu mayni hamda shu tizini o'tirib urib, bu yil xuddi mashina qilgan may urgandeklar chaqlarning payqirishiga qulaylik bo'lish uchun urgandeklar may bu. Hech qanday boshqa foydasi yo'q. Ashani harakatlantirganda biroz siliqlikni oshiradigan narsa. Anondaki bisfosfonat deydi, glukosamin deydi, shunda ayliqqa dorilarimiz bor, hamda yalliq qaytaradigan har xil deganda. Hamda asosliq hozir taraqqiyot davlatlarda qilayotgan narsa shu operatsiya. Bizning bo'limda qilgan operatsiya shu. Odatda bo'g'im yallig'i ig'ir bo'lgan shuna o shaklda o'zgarib ketar ekan. Uning o'rniga sol taraf yuqori tarafdagi rasm ko'rsatilgandek shuna bir uskunni shuna saldan gap. Sağganda bu bir taraf, ikki tarafni tang sağganimizda ma'nodek buni o'tirliqda yana bir ma'nodek bir qizil oq eneksimon tenchi bor. Buni harakatlari nihoyat yaxshi bo'lib turadi. Hatto odamning bo'yimi bir 4-5 sant igizlab turadi buningda. Shunda alomat qarta davolash bor. Endi bu shunda davolash tavsiyanim qilmoqchi deydi. Shunda alomat qarta davolashni asos qilyapmiz, hamda dorilarning aks ta'sirimi bor. Bu yerda undan keyin shu metallni salimiz deymiz, ammo metallning badanga bo'lgan ta'siri hamda shuni salayli desakmi, shu operatsiyaga badan aloyligi to'g'ri kelmaydigan kasalliklar yaniljiq. Ya'ni shunda holat, shunda bir yetersizliklar ham mavjud shunda. Buningda iqtisodiy sarfiyotni shuna GBI deydigan shuna research centerning birisi bor ekanda, shu har qanday bir narsaga dunyoda qanchalik pul xarjlanayotdi deydigan tekshiradi. Shu bo'g'im yallig'i shu ganjayanni OA deymiz, bu inglizcha osteoarthritis deydigan kelganasa. OA qarata qanchalik pul ketyapti deganda 2010-yilda 20 milliard 600 million dollar bo'ldi deydi. 2018-yilgacha bu texi yana 7.2% bo'yicha ish ma'noda deydi. Bundan ketayotgan pul nihoyat jiq. Bu Yaponiyada bu asosli qiyirlarning xarjlayotgan puli misha bo'layotdi hozir. Pulni bek xarjlaydi. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerda iqtisodchanlikqa, bizning xalqimiz to'g'ri kelgidek qo'llanishchanlikqa, yuqori davolash xususiyatiga, ommaboplikqa ega bo'lgan bir davolash usulini vujudga keltirsak degan maqsadimizda. Hamda OA deb olaman, bu shu bo'g'im yallig'ining narsasi bu osteoarthritisni kelganasa. Hamda buni davolaymiz deydi ekanmiz. Albatta nerdan qo'l tiqish kerak. Bu bir cho'ng bir soha. Buningga shuning uchun buningda dunyodagi eng oldin qatardagi tadqiqotchilarning eng oldin qatardagi natijalari qanchalik bo'ladi deydigan narsaga murojaat qilishimiz to'g'ri keldi. Hamda qarsak bu yerda kondrosayt deb shu yerda elevadim, bu ko'mirchakning ichidagi hujayralar bor. Shu hujayralarning o'zligini o'lib ketishi, bu shu OA'ning o'zliksiz taraqqiyotni keltirib chiqardi deydigan manda Zamil Z deydigan shunday odamlar shu chiqibdi ekan. Hamda bu nimish ko'lab ketib bordi deydigan narsalarga chiqarta tushuntirishni yozib chiqdim. Hamda asosligi mush kasbni qiladigan, mush kasb shuning uchun shug'ullanmoqchi bo'lganlar keyin ko'rsa deb qilayotgan narsa. O saytokain deydigan bir narsalar bor ekanda bu. Bu aşı bedanning ichidagi har xil energiya, uchurlarni, xabarlarni u yoq to'shib turadigan bir aqsil bu. Mushunda aqsillarning g'idiqlanishi bo'lgandan keyinlar, ko'mirchak hujayrasi degan kondrosayt deyilgansa, reactive oxygen species ROS deyilgansa chiqaradi ekan bu. Hamda mushu narsalarning ichiga oksigen ioni, nitrok oksid, hidrogen peroksid deyilgandek narsalar ichiga kiradi ekan.
Hamda buning uchun bular kirsin bo'pti degan bilan mana shunda hidroperoksid degan narsalar shu hujayraning o'lishiga munosabatlik bo'lib, ko'mirchak hujayralarning o'lishini ham keltirib chiqaradigan maqolalar bor. Endi uni bayamqi ichidagi nitrok oksid deydiganmi, hamda shu enzimlarni aktivlashtirib, qanotlik oqsillar deydigan shu tizining ichida bo'lmaydigan, ashi bo'lmasa, ashi zodi tizi bo'g'im yalliq bo'ldi deydigan oqsillarning parchalanishini bu ilgari suradigan narsa ekanda, mana nitrok oksid deydigan. Hamda bu proteoglykan deydigan narsa tiz uchun oid muhim narsa. Shu narsani parchalaydi, buzadi deydigandek shunda tasqirandamda ash odamlarning maqolalari bor. Hamda shuni nitrok oksid degansa hujayralarning o'zligini o'lishini keltirib chiqardi deb odamlarning shuna maqolalari bor ekan. Hamda men demoqchiman, butunlay buzilib ketdi yana bir xil narsa bizning tajribadagi natijalarning. Bu bizdan aytib jiq narsa bu. Bu bo'yni suyak chiqib qopti, suyak o'sib qopti deydigandek kasallik bu. Nurg'un odamlarimizni palash qilib turgan. Bu shu hozir OPL deydigan narsa shu bizning yulun qo'rg'i suyak umurtqa suyakning ichida suyak paydo bo'lib qilib, eng o'ng tarafdagi rasmda ko'rsatilgan. O'sha ushaq suyaklar paydo bo'lib, yulunni besib, eng oxirida odamni palash qildi ekan. Put qo'llar ishlamas qilgan. Deydigandek shunda. Endi mushumi bizim mening bu yerda aloqa demoqchi bo'lgan yana bir temamda bu hamda g'ayriy o'rinli suyak paydo bo'lish dedim. Buningda aslida suyak paydo bo'lmasa tegishli bo'lgan yumshoq a'zolarda shunday suyak paydo bo'lib qolish deydi. Suyak paydo bo'lib qolish degandan keyin bu hatto shu yulunlarning ichida, hatto yurak muskullarining ichidami suyak o'sib qolgan shunda. Odamda g'ayriy har xil yangi kasalliklarning birisi. Hamda ammo o'tirdi suyak ko'rsatilgan rasm ko'rsatilgandek bu yut suyakning atrofida mana shunday suyak paydo bo'lib qolgan. Buna ham sababi ig'ir bosh qismi zaxmini ishlaydi. Odatda qatnashqa hodisalar bo'lganda bosh bir qitim zaxmlansa, odamning nervisi qalaymagan uchur taqtiran bo'lib qolamdi, o'qmidiq. Shundaylik suyaklarni u yerda paydo qilib qo'yilgan. Yana birisi muskul yallig'i bo'lsa, yallig'i paydo bo'lgan yerlarda shunday suyak paydo bo'ldi degan. Endi bo'g'imlarning yorilinishi, yana birisi bayamqadagi operatsiyani qilgandan keyin ashna operatsiya atrofida shunday suyaklar paydo bo'lib qoldi. Hamda buning davolashi yana shu o'sikchib nar paydo bo'lishi yana kesib ketgan. Lekin buning yetersizligi yana shu yerda qayta o'sib chiqadigan. Hamda yana og'riqni to'xtatadigan, yallig'ni qaytardigandek alomat qarta davolashni muhim qildim. Oldin olish xarakterlik davolash texi maydonga chiqmadi. Yani bunun kelib chiqishi degandimi texi aniq emas. Yana nitrok oksid dedik, bayamqidagi oksigenga munosabatlik bir narsalar, ma'zi bez ajratmasi deydigan prostaglandin deydi ekan, ashnalarni ajratib chiqarib, shu narsa yana shu g'ayriy o'rinlar so'ngakchi paydo bo'lishini ilgari suryapti nima deydigandek maqollar bu yerda bor ekan. Endi shunlar narsalarni qaragandan keyin biz shu yuqorida ikki narsalarni qarasak, bu oksidlanish reaksiyasi deydigan narsa, mayli shu suyak bo'g'im yallig'i bo'lsin, mayli g'ayriy o'rinda suyak paydo bo'lishi bo'lsin, bularning asosiy omillarning birisi ekan deydigan bir xil to'nish keldi. Endi bu oksidlanish reaksiyasi bo'lgandan keyin dim bo'layotgandan keyin biz albatta buni oksidlanish qarshi turadigan oksidsizlik uchun tepishimiz to'g'ri keladi. Hamda oksidlanish deydigan narsa o'z nima narsa desa, bu bir moddalarning oksigenni qabul qilib hidrogenni chiqarish bir jarayon ekan. Hamda buni texnik ishga kirsak, bu taq elektronlangan shu erkin elementlar boshqalarning elektronni tortib elib, elektron tortib olgandan keyin bu o'zida jup-jup turgan elektronlar buzilib ketishi bilan bu qalaymagan bo'lgan ashunday bir jarayon ekan. Hamda erkin elementlar deydigan narsa badan ichidagi energiya to'shib turadigan narsalar ekan bu. Shu narsa o'zining elektronlarini yo'qotib qo'ygandan keyin bu qalaymaganchilik paydo qilib, butun badandagi tamponliklar biroq buzilgan narsa. Hamda shu oksidlanish shunda bo'layotgandan keyin biz oksidsizlik uchun topmoqchi bo'ldik-da. Endi bu yerda oksidsizlik uchun tepish uchun biz hamda shu tabiat dunyosida o'simliklarda bo'lgan narsalar bu asosiy oksidsizlik uchunmiz. Xitoycha degan Kangyanhua deydi, mayli bu qiyirlikda bo'lsin, mayli har qanday kasallikda bo'lsin, oksidsizlik uchun muhim deb qaraladi. Hamda bu yerda oksidsizlikchilardan birisi bo'lgan polifenol deydigan narsaga diqqatni markazlashtirdik. Bu polifenol deydigan o'simliklarning yo'riqlik reaksiyasida ajratib chiqarib, o'ziga oziqlik qiladigan bir xil birikma. O'simliklarning yana bir tekshirib qarsam, bu o'simliklarning rangi shundagidagi baysayning oqi, uzumning qizil degandek rangini mush polifenol deydigan belgilaydi ekan. Endi bu narsaning rolimi mana shunday maqolalarni qarasak, mana immun sistemasini normallashtirdi, qaldan qon tomirlarini kuchlantirdi, kollagenlarni birikishini oshirdi deydi, neyron qo'g'dash deydigan roli bor. Endi shunday oksidsiz
butunlar qilib. Hem muşuna oksitsizlig'uchilar deydigan tabiat dunyosini ayt kang. Hamda butun narsa ba'dak ko'dik bayamqi mevchularning hammasi bor. Hamda buning uchun birini tanlab olishimiz to'g'ri ekan. Bunimi Avstraliyadagi bir guruh ekanmi shu. Bularni ashunda har xil narsalarning mana ayari dark chocolate deydi bu hozir chokoladni shu yemeklik piramidasini shakllantirganda eng ustun ko'rinib turadigan qora chokolad bo'ladi. Bu odamga oid foydali narsa ekan. Bu öyle qiyirliqning oldini oladigan, güzellashtiradigan ayollarni. Bu öyle qattiq kuchli oksitsizlik o'shganda, bu oksidlanish qarshi turadigan. Endi mening tanlamoqchi bo'lgan narsam, shu narsa, shu qora chokolad dedimmi, nihoyat nechasi yuqori o'rinda turadigan bir xil birikma ekanda. Bu uzumning uruqidan ajratib olingan narsa ekan. Onda bo'lgandan keyin biz shu uzumning uruqidan ajratib olingan oksitsizlig'ichi bo'lgan prosiandin B3 degan narsani tanlab oldik. Ham shu narsaning bu hamda bayatına degandek dorigarlik kasblar bu yana 3 oyda bu sumurilmasa, qonga o'tmasa, buning hech bir foydasi bo'lmaydi. Bu taraf bilan chiqib ketib qolsa, buni yegizganing foydasi yo'q. Buning hamda 3 oyda sumurilib qonga o'talaydiganligi, ham kuchli oksidlanish qarshi kuchga ega ekanligini hamda maqolalarda tekshirib buni isbotlanib bo'libdi. Şunun bilan bu qitimli tajribada biz B3ning kondrosit deydigan shu ko'mirchak hujayralarining bo'linishiga bo'lgan ta'sirini biz oldi bilan shu sashqanning badanida shu OA deymiz, bo'g'im yallig'ini modelini yasab şu modelda shu B3 deydigan narsani sashqan yegizish orqali shuning shu bo'g'im yallig'i bo'lgan ta'sirini tekshirib ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Hamda badan sirtida biz bir xil hujayralarning buzilish modelini yasashimiz to'g'ri keldi. Badan sirtida buni buzg'uchi bo'lgan badan ichidagi bayamqi bo'g'im yallig'ini keltirib chiqarayotgan H2O2 deydigan hidroperoksidni ishlatdik. Bu hamda badan uchun shu bo'g'im yallig'ining kirib chiqishi ham buning oldini oladigan eng muhim aqsillarning ismlari aynos deydi, collagen 2, col1, col10 deydi. Agar ekan deydi, shunday maqsadlarning qanday bo'layotganligini bir aqir tekshirib baxtdi. Hamda ATDC 5 deydi doktorlarning shuna hamma hujayra badanda eliverish to'g'ri kelmaydi. Eliversak bo'lmaydi ekan. Hamda shunda hujayraga o'xshaydigan sirtdagi bir rak hujayralarini olib kelib, onunga ma'lum narsalarni berish orqali o'zimiz lozimlik qilmoqchi bo'lgan hujayraga almashtiradigan shunday bir xil hujayralarni ishlatdik. Hamda OA modelni bu sashqanning tizisining men o'lchab baxtim qalinligi 4 mm keldi ekan. Kengligi. Hamda shu 4 mmning ichidagi bir tarmushning kengligining o'zi 1 mmdan kichik bo'ladi odatda. Onun o'tirsidagi bayam aysman tancha deydigan narsalar o'ta ham kichik bo'ldi. Shu narsalarni biz cho'ng mikroskopning ostida operatsiya qilib ilib etdik. Men ilib etdim. Shunday modelni Kamekura deydigan bizning Yapondagi bir tanliq ma'lum bor ekan. Shu ashuna ilib etasanglar shu o'y buldi deydi ekan. Shuning bilan shu bo'yicha ilib etib, shuningda o'yni biz barliq keltirib uningdagi B3 deganni ko'rmoqchi bo'ldik. Hamda bevos natijalarimga o'tib kelsam, badan sirtida oldi bilan men yangi tug'ilgan sashqanlarning tizisidan ko'mirchak hujayralarini elishimga to'g'ri keldi. Odatda odam bir jonliqda bu tug'ilishdan burun buning badani butunlay ko'mirchak bo'ldi. Endi ko'mirchak deyapman, shu yumshoq suyak, aynaksimon tanchi. Buning ichiga asta-asta qon tomirlarining kirishi bilan o'ttirga sunyakning eng sunyak degan o'chaqdek sunyak bo'lmaydi. O'ttiris qon tomirlarining kirishi, mana shu nervlarning kirishi bilan asta sunyakka aylanib mengib, bu ikki tarafga so'zilib, eng oxirida qolib qolgan yeri bayamqi bo'g'imlarning harakatini hamda qo'g'dash uchun eng oxiri shu yer shunchalik qolib qoladi ekan, qolgan yer sunyak aylanib mangdi ekan. Shuning yangi tug'ilgan sashqanni ishlatganda buning bir sunkining ko'p qismi shu ko'mirchak sunyak bo'ldi. Şuna shu yangi tug'ilgan sashqandan biz ko'mirchak sunyakni oldim. Elib, hamda shuningdek hujayrini yetishtirdim badan sirtida. Yetishtirganda eng o'ng tarafdagi, sol tarafdagi normal hujayra asli manandek bo'ladi. Hamda bayamqidek bo'g'im yallig'ini keltirib chiqarayotgan H2O2 deydigandek narsa hidroperoksidni shuni hujayraga bersak, bu hujayrani o'ltirib yotganligini rasmni ko'ra olasizlar.
butunlay o'ltirib aytganlik. Buningga bayamqayliq üzümning ichida olgan B3 deydigan narsaning 5 mikrogram, 50 mikrogram deydigan ikki xil qo'yuqlikda bersam, buningda o'lishni nihoyat kuchli darajada to'salaganligini bildik. Mikroskopdan asıl shunda ko'rinish ko'ringandan keyin, undan keyin biz bu tajribani nihoyat dadillik bilan ilib bora oldik. Mana men ostida shunday bir grafiklar turdi. Bu grafikni odatda Muşuna aqsillarning harakatini bir ko'ramiz hamda muşuna bir ELISA deymiz. Muşunda tekshirsek bu tekshiruvchidimi bu B3 deydigan dorini berganda nihoyatlik o'zlarining o'lishining kichik bo'lganligini bildirdi-da. Hamda bu hidroperoxidning shu aynos deydigan narsaning gapi bo'ladi. Shu aynos induced nitric oxide aynos deydigan narsa shu bo'g'im yallig'ini keltirib chiqargan asosli aqsillarning birisi. Hamda buni dal shu hidroperoxid deydigan narsa bu oshirib ifodalanishini oshirib etkanda. Bu bayatın degandek shu hidroperoxidni bergandan keyin shu badan sirtirki tajribalarda shu aynosni ifodalashga oid kuchli bo'ldi. Demek shu aynos buningga bu narsaga B3 deydigan narsani qo'shib bersak, buning ifodalashini oid kuchli darajada besildi. Aynosning ifodalanishini hamda ayilvan deydigan shundan bo'g'im yallig'ini keltirib chiqargan yana bir zaharning hamda shunda bir aynosning ifodalanishiga qarta B3 yana kuchli cheklash o'rniga ekanligini bilib oldik. Hamda yana birsida bu coal-to agroekan deydigandek yer uchun ko'mirchak uchun lozimlik bo'lgan aqsillarning ifodalanishini B3 deydigan dorini berganda nihoyat yaxshi yuqori ko'targanligini bildik-da. Bu foydaliligini ostidagi rasm foydasini, yuqoridagi rasm ziyni to'sish kuchini ko'rsatyapti. Hamda mayadaylik bayon qilib degandek sirtdan keltirilgan boshqa bir biz bilan munosabati yo'q bir hujayraga B3 deydigan narsani berganda buning iliqinandek ko'mirchak hujayralarga aylanishini ilgari surdi deydigandek tajriba bo'ldi. Hamda bayon qildik sashqonga biz o'yining tajribasini ishlab, ondan keyin bo'g'im yalliq bo'ldi deydigan narsalarni ko'rish uchun bu qanday qilamiz deydiganda mayada faqat munosabati yo'q odamlar o'tganlik uchun shular deb demoqchi bo'ldim. Mayli sizlar MRI deysizlar, mayli CT deysizlar, buni ushaq kesib ko'rayotganligini ko'rsizlar rasmlarda. Bir cho'ng rasmning ichiga nurg'un parcha rasmning tushganligini ko'rsizlar. Bu ashulaqa rasm badanning ichidagi bir a'zoni necha yuz parchaga kesib, tortib ayaga chiqarayotgani. Biz hamda sashqonning onda 4 millimetrlik narsani unda rasmda turgan uskunimizmi yo'q. Hem şunlaşqa biz bunu qanday qilamiz deydiganda shu sunyakni elib biz shu 6 mikrometr atrofida kesimiz bu sunyakni. Kesib ashuni 600 parcha, 700 parcha qilib kesgandan keyin buni ranglash orqali shuningda nima ish bo'ladi deydigani ko'rishga o'rgan. Ya'ni men Shuhratkamdan aldırmanda gap tushib ketganim kechirsin. Ama ko'rdik, shu ko'rganda yani kontrol grupida B3'ni beğenmegende, bununda o'y deydigan modelni yasab B3'ni beğenmesek, bununda ma'lum ışık meyerlik, yo'g'onli bir ışıkning borligi, hamma bu asli ko'mirchak deydiganni bunda bir xil narsa bo'ysa qip-qizil bo'yiladigan narsa ekan. Buni beğenmegende to'g'ri, shuni yuzlarining buzilib ketganini, ama ışıklarning da cho'ngib ketganini B3 deydigan doğrunu bəgən qrupu bilan selishtirganda ma'nodagi farqlar bo'ldi. Yani bunu grafiklashtirsak ma'nodagi o'zgarishlar bo'ldi da. Demak, B3ni bəgən sashqonlarda ko'mirchaklarning buzilishi, uning yonidagi a'zolarning yallovdan ishib ketishining oldi ilindi. Buningdimi badanning ichidami yana bir xil hujayraning o'lishini tekshirgili bo'lgan shuna bir usullarimiz bor. Uni tunnel staining deydi. Shunday yeshil paqirab turgan chekitlar shu o'lgan hujayralar bu. Ama B3 deydigan dorini bergan sashqonlarningdagi o'lgan hujayraning soni bermagan sashqondan qaraganda ozligini ham ko'z bilan ham manda uskun tekshirib biladi. Hem de beden içidimi hem bayan qildik aynos deydigan ziyonli aqsillarning ifodalanishi mandamda ushaqcha qo'ng'ir turgan narsa shu aqsilning ifodalanishini tekshirgan narsa. Ham shunday ifodalanishi mayliqi B3ni bergan guruhda az yo'q. Ma B3ni bermagan guruhda jiqliq.
Hamda xulos qilmoqchi bo'lganimiz, hujayralarning o'lishi bo'g'im yallig'ining taraqqiyoti munosabatga ahvol. Bu shunday maqolalar deyilyapti. Bo'g'im yallig'i hamda hidroperoksidni ajratib chiqardi. Hidroperoksid bo'lsa, ko'mirchak hujayrasi bo'lgan kondrosaytning o'lishini keltirib chiqardi deydi. Endi bizning miyadagi B3 deydigan narsa badan tekshiriq tajribada hidroperoksidning hujayrani o'ltirishining oldini oladi. Yana birisi bo'g'im yallig'i kasallik giribtor bo'luvchilarda odatda aynos bilan nitrok oksidning ifodalashi kuchli bo'ldi. Aynos deydigan narsa nitrok oksidni ishlab chiqardi. Namda nitrok oksid deydigan agregan deydigan mana aqsalarning parchalashini keltirib chiqardi. Endi B3 bo'lsa, o'sha aynos deydigan narsaning kuchli ifodalashini to'sdi deydi. Hamda hidroperoksidning aqsalarni buzg'unchilik uchirtishini oldini oladi deb xulosa chiqadi. Yana birisi bo'g'im B3 deydigan narsa g'ayriy o'rin suyak o'sikisining paydo bo'lishining oldini oldi deydi. Bunun hamda nima uchun bu qanday ahvoldan olinadi degan yerlargacha yezib ketdim mamlakatda. Haqiqatan shunday kasbni qiluvchilar uchun yozilganmiz. Ma aynos deydigan narsa bu badandagi nitrok oksidning keltirib chiqargan narsa, shu nitrok oksid deydigan narsa, ishlab chiqargan narsa. Bu nitrok oksid deydigan narsa nima prostaglandin deydigan bir xil aqsilning ifodasini oshirib ekan. Mushu narsa eng oxirida berib g'ayriy o'rinda u yerga sunyakchani paydo qilib qo'ydi deydigan maqollar bor ekan. Hamda mening faraz qilganim, demak B3 deydigan aynosni bossa, eng oldidagi aynosni besish orqali eng oxirdagi sunyakning paydo bo'lishiga to'saldi degan qarashdim. Hamda kechirsizlar, mayadagi sunyakning o'z g'ayriy o'rinlik sunyak degan niye qayerda qoldi desa, ma qizil turgan narsa shu. Ma'noda normalda yo'q, ma beğenmeganda bunda qizil bu sunyak aylanib kelayotgan narsa shu. Sunyak yo'q yerda sunyak paydo bo'layotgan. Taraqqiyotning aynos deydigan narsa shundaylik hamda eng muhim bo'lgan tajriba narsa bu bo'g'im yallig'ida. Aynos deydigan narsani to'sqichili to'g'ri bo'lsa, bo'g'im yallig'ining oldini ola oladi deydigan tajriba natijasi bor ekan. Bartlettamda nima dedi? Men nitrok oksid deydigan narsani badan ichidagi ashunday xil genni chiqarib o'tilgan sashqanlarda bo'g'im yallig'ining taraqqiyoti to'sqinlik uchirdi deydigandek maqollar bor ekan. B3'ning hamda aynos qarta cheklash roli badan ichi ham badan sirtlik tajribalarda biznikida hamda birdaklik ega bo'ldi. Hamda mushlardan hamda chiqargan yakunim prosendan B3 bo'g'im ko'mirchaklarini qo'g'dash hamda g'ayriy o'rinda sunyak paydo bo'lishining oldini olish roliga ega deydigan yakunni keltirib chiqardim. Buni hamda nimalardimi, maqolalardimi, jurnaldimi e'lon qilinib bo'ldi. Hamda mening bu yerda hamda hammalarni anglab berganinglarga ko'p rahmat. Hamda shuning bilan bir so'rinda demakchi, mushu sashqanlar bizning tajribaxonalarimizda har kuni necha minglab o'ltirilayotgan bir maktabning tajribaxonalarida nurg'un bir davlatning tajribaxonasida texnik nurg'un insoniyatning shu kasalliklar uchun to'kpisi eng cho'ng bo'lgan hayvonot nimasi menimcha mushu sashqan. Mushu sashqanlar Doğuşqa bizning har xil kasalliklarimizni davolash bir sharoitlar, fursatlar bo'layotdi. Sashqanlarni har xil oq, qora rangga, har xil sarang, o'ng ta'tir qilyapmiz, modellarni yasayapmiz, buzyapmiz, ichida har xil genlarning ifodalashi kechilarda yo'riydigan sashqan. Buni sirtqi odamlar kechilarda agar tajribaxonada sashqanlar chiqib ketib qolsa, bu qarasa yo'rib turgan narsa, jugrab tursa bu nima narsa deydigan narsalar. Shuningdek, doktorlar odatdagi fuqarolar ko'rib boqmagan hayvonlarni ko'rib yurayotganlar. Onun içindeki her xil shuhratga maymunlarni ishlatayotdi, lekin sashqan yaman jiq qurbonlarni beryapti. Men bularga rahmat aytaman.